Hozir Toshkent havosi xavfli 2,5 pm, boisi odatdagidan 17 barobar ko'proq hisoblanadi. Uyda ham havo o'z-o'zidan toza bo'lib qolmaydi va bunday holatda Xiaomi'ning qaysi mahsulotlari sizga yordam berishini hozir ko'rsatib o'taman. 4 kompakt, eng hamyonbop variant 27 kvadrat metrgacha yotoqxona, bolalar xonasi uchun. Chang, hid, tuk va allergiyalarga qarshi. Maxsus narxi 1 295 ming so'm. 4 Lite Universal Model 43 metrgacha, kvartira va ofislar uchun. Ko'mir filtri, hidi va tutunni yo'q qiladi. Maxsus narx 1 990 ming so'm. Media 6 yangi model 50 kvadrat metrgacha. Ichida ultrabinafsha lampa bor. U virus va bakteriyalarni havo ichida yo'q qiladi. Oila va sog'liqni muhim deb bilganlar uchun. Maxsus narxi esa 2 705 ming so'm. 4 Pro katta joylar uchun, 60 kvadrat metrgacha, katta kvartira yoki ofislar uchun. Eng kuchli tozalash, maxsus narxi esa 3 500 ming so'm. Barcha modellar PM2.5 ni o'z vaqtida ko'rsatadi. Telefon orqali boshqariladi va sokin rejimga ega. Xiaomi havo tozalagichlarimizni Xiaomi Store'da maxsus narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Aksiyamiz 11-dan 14 yanvargacha davom etadi. Shoshiling!